jigarlar ham yaxshi, sog'lom. Yana bitta xudo xolasa obyektimiz bitta. Olmazor sitini yonida. Kirib kelishdan keyin kalendorchamiz bitta baho beramiz. Kalendorchamizga mana dekorlar, lyustralar, вообще qirchiqlari qo'yilgan. Mana yoqda mana tepa svetlar. Mana tepa svetlar. Mana ekanlar fonlar. To'g'ridan o'ynamiz. Devorga kirib kelgan joyimiz o'sha mana kalendorchaga baho beramiz. Mana tepa patologlarimiz ham gipsokardon bo'ldi mana. Svetga o'rtaga bitta lyustra. Keyingi xonamiz zalga kiramiz mana. Keyingi zal. Keyingi zalimiz bu yerda ham mana devorlar dekor bo'lgan mana kirgandan o'ng tarafda. Mana bu yerga oyna terishimiz kerak. Oyna teriladi mana bu yerga. Dekorlar o'zlarining hammasiga baho berasizlar. O'rtaga mana zalga bitta lyustra. Bu ham gipsokardon. Svetga hammasi joy-joyida mana bu yerga televizor qo'yiladi. Buni ham mana bu yerlarga qovurg'a yig'ilgan. Konditsioner. Taxlini hammasi. Endi ko'cha tarafimiz mana zal balkoniga chiqqanda mana bu taraf mana Olmazor City. Olmazor City'ning yo'llari. Shunday qilib mana yo'lga qo'yilgan. Sakkizinchi qavatda joylashgan. Novostroykamiz. Yonlariga alohida e'tibor berasizlar. Eshiklarimiz ham yaxshi qimmat eshiklardan qo'yilgan. Undan keyingi xonamiz bolalar xonasi bu. Bolalar xonasiga kirganda bu yerga ham alohida e'tibor berasizlar. Вообще yaxshi dizaynda qilingan. Bu yerga ham qovurg'a yig'ilgan. Mana bularga e'tibor beramiz. Patolog qismlari. Bu bolalar xonasi bu yer.